Bemorda siydik tosh kasalligi aniqlandi. Amaliyot o'tkazilishi shartmi? Qanaqa vaziyatda taklif beriladi? Savolingizni tushundim. Siydik tosh kasalligida amaliyotlar o'tkazishga o'zini ko'rsatmalari bor. Ya'ni bu siydik tosh kasalligi bilan og'rigan bemorning toshi joylashgan joyi, katta kichikligi hamda uning zichligiga bog'liq holatda, bundan tashqari boshqa qo'shimcha kasalliklar bor yoki yo'qligi va ayni damda bemorda o'tkir yallig'lanish kasalliklari bor yoki yo'qligi va bu toshning asorat bergan yoki bermaganligiga bog'liq holatda ko'rsatmalar bo'ladi. Ya'ni har bitta bemorga biz individual, ya'ni aynan bitta bemorning holatidan kelib chiqib tavsiya bera olamiz. Umuman olganda bemor toshining katta kichikligi hozirgi kunda katta ahamiyatga ega. Ya'ni katta toshlar o'zi tushib ketish ehtimolligi yo'q bo'lish, toshning razmeri kattalashgan sari o'zini tushib ketish ehtimolligi kamayib boradi va o'z navbatida xirurgik, ya'ni jarrohlik amaliyoti aralashuvi yordamida olinishga to'g'ri keladi. Agar bemor o'z vaqtida murojaat qilmasa, ba'zi bir bemorlarimiz bizga murojaat qilib kelgan, siydik tosh kasalligi bilan og'rigan, oldindan bilgan, siydik yo'liga tiqilib qolgan, 2-3 marta og'ridi, keyin og'riq bilinmay qoldi deb aytishadi va bir haftadan keyin yana og'ridi, yana bilinmay qoldi. Shu zaylda bir necha oy o'tkazib bizga murojaat qilib kelishadi. Biz tekshiruvlar qilamiz va u buyrakning funksional holati yo'qolganligini ko'ramiz va u bemorimizga bu buyrakni olib tashlashni taklif qilamiz. Bu kichik muddatda bo'lmaydi, aniq. Buning rivojlanishi uchun uzoqroq muddat kerak bo'ladi faqat. Agar vaqtida murojaat qilsa, biz bu bemorimizni buyragini saqlab qolishga harakat qilamiz.